Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasi bilan tanishamiz. 14-modda. Diniy tashkilotning ta'sis hujjati. Diniy tashkilotni tashkil etish tashabbuskorlari, ta'sischilari tomonidan tasdiqlangan ustav diniy tashkilotning ta'sis hujjatidir. Diniy tashkilotning ustavida quyidagilar nazarda tutiladi. Diniy tashkilotning nomi, turi, ta'limot asoslari to'g'risidagi axborot va unga mos keladigan diniy faoliyat haqidagi ma'lumotlar, uning tashkiliy huquqiy shakli, joylashgan yeri, pochta manzili, o'z faoliyatini qaysi hudud doirasida amalga oshirsa, o'sha hudud, maqsadi, vazifalari va faoliyatining asosiy turlari, diniy tashkilotning tuzilishi va rahbar organlari, diniy tashkilotning rahbar organlarining vakolat doirasi va ushbu organlarni shakllantirish tartibi, ularning vakolatlari muddatlari, doimiy asosda faoliyat ko'rsatadigan rahbar organning joylashgan yeri, pochta manzili, pul mablag'larini va boshqa mol-mulklarni shakllantirish manbalari, diniy tashkilotning hamda uning tarkibiy bo'linmalarining mol-mulkni boshqarishga doir huquqlari, diniy tashkilotni qayta tashkil etish va tugatish tartibi, shuningdek, diniy tashkilot tugatilgan taqdirda uning mol-mulkini tasarruf etish tartibi, ustavga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish tartibi. Ustavda diniy tashkilotning qonunchilikka zid bo'lmagan faoliyatiga taalluqli boshqa qoidalar ham nazarda tutilishi mumkin. Diniy tashkilot ustavining talablari diniy tashkilotning o'zi, uni tuzish tashabbuskorlari, ta'sischilari uchun majburiydir. Markaziy boshqaruv organlariga ega bo'lgan diniy tashkilotlarning ustavlari ushbu organlar bilan kelishilgan bo'lishi kerak.